Assalomu alaykum porloq kuzatuvchilari. Bugun biz Nishon tumanidagi Ilmga yo'l o'quv markaziga kelganmiz. Bu yerda gilamlarni joyda yuvishga zakazlar tushgan. Videolarni kuzatib boringlar, jarayonlarni sizlar bilan bo'lishib boramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, gilamlarimiz anchagina dog' bo'lib qolgan ekan. Hozir bularni yuvib tozalaymiz. Mana biz Ilmga yo'l o'quv markazining gilamlarini joyida yuvib tugatdik. Natijaga baho berishingiz mumkin. Agar sizga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting.